Assalomu alaykum ejevika ishqibozlari. Mana agarotimizga bu yil erta bahorda ejevika Loch Ness sortini ekkandik. Deyarli 2 metrga o'sdi. Undan 50 cm qo'yib yerdan shoxlatish uchun kesib tashladik. Mana mevalari ham bor. O'zi mevalarni olib tashlasa yaxshi bo'lar ekan. Lekin biz mevasini ko'rish uchun, qiziqqanimiz uchun mevasidan qoldirdik. Ko'p emas, oz-moz mevasi bor. Kesib tashlagandik, uchidan shoxlayapti. Shox chiqaryapti bu yoqdan. Har bir barka ostidan shunaqa shoxlar chiqyapti. Bu yoqda ham mevalari bor. Xo'p, buni birinchi yil ekib, texnologiyasini bilmaganlar shu ekkan yili yerdan 1,5 metr qo'yib, uchidan kesib qo'yishni tavsiya qilamiz. Sababi ko'proq shoxlaydi va keyingi yilga yanada ko'proq meva beradi, hosil ko'p beradi. Shuning uchun 50-60 cm qo'yib, uchidan kesib qo'ygan yaxshi. Shuni tavsiya qilamiz. Bu yoqlarda ham mana mevalari bor. Bu Loch Ness sorti. Mana o'sha pishga kelib qoldi bu yog'i. Bu yoqda mana hosili ham iri-iriroq bo'lgan. Bu yoqda ham bor.